Erim bilan ajrashganman, 2 nafar farzandim bor. Farzandlarim uchun uy talab qila olamanmi? Yo'q, uy-joy talab qila olmaysiz. Endi buni tushuntiraman. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 23-moddasiga muvofiq sizda er-xotinning umumiy mulki deb o'sha nikoh davomida orttirilgan mulk hisoblanadi. Agar siz o'sha 2 farzandli bo'lgunizcha nikoh davomida, qonuniy nikoh davomida mulk orttirgan bo'lsangiz, qanaqa mulk bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha mulkka teng miqdorda haqli hisoblanasiz. Lekin endi amaliyotda masalan umuman mulk olmagan bo'lishingiz mumkin va siz hozir shunaqa qiyin ahvolda, ya'ni boradigan joyingiz bo'lmagan holatda quyidagi huquqlardan biriga ega bo'lishingiz mumkin. Agar siz o'sha kelin bo'lib tushgan hovlingizda propiskada, ya'ni yashash huquqiga ega bo'lsangiz, propiskaga qo'yilgan bo'lsangiz, siz sud orqali o'sha uyga olib kirib qo'yishni, Uy-joy kodeksining 32-moddasiga asosan o'sha uy-joyga olib kirib qo'yishni suddan talab qilishingiz mumkin. Sud sizga buni ta'minlab beradi. Undan tashqari, agar siz ota-onangizni uyida yashayotgan bo'lsangiz, uni kvadraturasi, yashash sharoitlari sizni va farzandlaringizni lozim darajada ushlab turishga, yashashingizga sharoit bermayotgan bo'lsa, uni ham masalan o'sha turmush o'rtog'ingiz sizga yashash sharoitini yaratib berishlik yuzasidan da'vo ariza kiritishingiz mumkin. Bularning hammasi sud tomonidan hal qilinadi. Shu o'rinda yana bir narsani sizga aytib o'tmoqchi edimki, ko'pchilik holatda sud bizga bunaqa narsa qiladimi, unaqa narsa qiladimi degan savollar juda ham ko'p keladi. Shu narsani sizga aytmoqchimanki, sud har doim sudning xulosasiga asosan hal qilinadi. Ya'ni sudning xulosasini, sud qanaqa mazmunda qaror chiqarishini oddiy yurist sifatida men sizga 100% shunaqa deb aytib bera olmayman. Chunki sud mustaqil organ va sudning qarorlariga faqat o'sha sud qarorini chiqargan sudyagina javob beradi. U 2 tomonni eshitadi. Men sizlarning bitta savolinglarni eshitib, bir tomonlama xulosa qilishga haqli emasman.